Assalomu alaykum, hurmatli kimyogarlar. Demak, quyidagi masalani yechimini ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Geliy va A gaz aralashmasining zichligi metan zichligi bilan bir xil. Aralashmadagi geliy va A aralashmadagi geliy mol ulushi A gazning massa ulushiga teng. A gazni aniqlang degan. Hop, demak, bizda geliy bor, A gaz bor. A gazni A deb yozib oldim. Aniq emas bizda. Nisbatan zichligi berilgan bizda. O'shandan foydalanib diagonalga qo'yamiz. Men geliyning massasi 4, A gazning massamizni kichkina A deb oldim, massasini A gazni. Zichligi metan zichligi bilan bir xil degan. Demak, metanni diagonalni o'rtasiga qo'ydim, 16 massasi. Hop. 16 dan 4 ta ayirsak, A gazning miqdori 16 - 4 bo'ladi. 16 - 4 bo'ladi. Diagonalda shunday qoidasi bor. Mana diagonalga qo'yiladigan gazlarning bittasi mana markazda qo'yilgan bor-ku, o'rtacha, ya'ni o'rtacha molekula mana 16 da. Bittasi katta bo'lsa, bittasi kichik bo'lishi kerak. Bittasi kichik bo'lsa, bittasi katta bo'lishi kerak. Mana shunaqa qoida bor. Demak, 16 dan geliy kichkina-ku, massasi 4. Shuning uchun 16 dan 4 ayirildimi? Endi A dan 16 ni ayirishimiz kerak, chunki A gazimiz massasi 16 dan katta bo'lishi kerak. Shunga keyin diagonalga tushadi. Tushunarli? Demak, 16 dan 4 ayirsak, 16 - 4 bu geliyning miqdori, A gazining miqdori esa 16 A - 16 bo'ladi. 16 dan miqdorlarni topsak, demak, geliyimizniki A - 16, A gazimizning miqdori esa 16 - 4 12 bo'ladi. Umumiy miqdorlar yig'indisini topib chiqsak, A - 4 bo'ladi. Ya'ni -16 bilan 12 yeyishib ketib, A - 4 qoladi. Massasiga o'tsak, geliyning massasi 4 ku, A ga ko'paytirsak 4A - 64 bo'ladi. Xo'p. A gazimizning massasini A deb oldik biz. 12 ga ko'paytirsak 12A massalarni yig'ib chiqsak 16 - 64 bo'ladi. 16A - 64 bo'ladi. Xo'p. Demak, bizda aytayapti, geliyning mol ulushi A gazning massa ulushiga teng deyapti. Demak, geliyning mol ulushini topib chiqsak, mana shunday miqdorlar berilgan-ku, bizga shundan foydalanib geliyning mol ulushini topib olsak, geliyning moli qancha edi? A - 16. A - 16 bo'lingan umumiy miqdorimiz qancha edi? A - 4. A - 4. Demak, A - 16 taqsim A - 4. Xo'p, ana endi geliyning mol ulushi A gazning massa ulushiga teng deyapti. A gazning massa ulushini topib olamiz endi mana massalardan foydalanib. A gazning massa ulushi teng. A gazning massamiz qancha edi? Miqdori 12. 12A deydi. A gazimizning massasi 12A taqsim umumiy massamiz qancha edi? 16A - 64. 12A taqsim 16A - 64. Demak, mana shu ikkita tenglamamiz, mana shu nisbatimiz bir-biriga teng ekan. Chunki geliyning mol ulushi va A gazning massa ulushi bir-biriga teng degan masala shartda. Mana shu ikkita nisbatni bir-biriga tenglaymiz. Demak, A - 16 taqsim A - 4 teng bo'lar ekan 12A taqsim 16A - 64 ga. Xo'p, ana endi bundan ko'paytirsak, 12A ni A - 4 ga ko'payadi. 16A - 64 imiz bir-biriga xuddi proporsiya usulida A - 16 ga ko'payadi. Demak, ko'payganda bizda 12A kvadrat plus 4 ta 12 48A teng 16A miz A ga ko'paysa 16A kvadrat minus 16A miz 16 ga ko'paytirsa minus 256A plus minus 64 imiz 64 imiz A ga ko'paytirsa 64A minus 64 ni 16 ga ko'paytirsak 1024. Mana shu tenglama kelib chiqdi. Kvadrat tenglama. Ana endi buni o'zimizga qulayroq bo'lgani uchun hamma soni 4 ga qisqaradi. Shuning uchun 4 ga bo'lib olsak, sal kichkina yengilroq kvadrat tenglamaga o'tadi. 12A kvadrat plus 48A teng 16A kvadrat minus 256A plus 64A minus 1024 4 ga bo'lsak
3a kvadrat plus 12a teng 4a kvadrat minus 64a plus 16a minus 256. Xo'p. Bunda 4a kvadratdan 3a kvadrat ketsa a kvadrat minus 64a 64a keyin mana yerda minus 64a bor, keyin plus 16a mana bu yerda 12a bor. Bular yechib ketsa minus 68a qoladi plus 256 teng 0. Mana bu. Biz endi ishlaydigan shaklga kelib qoldi kvadrat tenglamamiz. Xo'p, buni ko'paytiruvchilarga ajratish usuliga qo'ysak, a kvadrat minus 4a minus 64a plus 256 teng 0. Xo'p, a teng a ko'paygan qarshisida a minus 4 minus 64 qarshisida ko'paygan a minus 4 teng 0. Demak, a minus 4imiz a minus 4 ko'paygan a minus qavsda-ku mana a minus 4 qavsda ko'paygan a minus 64 qarshisida teng 0. Xo'p, bunda ikkita yechim chiqadi bizda. Har birini 0 ga tenglab chiqamiz. A minus 4 ni 0 ga tenglab chiqsak, amiz 4 chiqadi. Bizda mana buni diagonal qoidasi bor edi-ku, bittasi mana 16 dan katta bo'lishi kerak, bittasi kichik bo'lishi kerak. Geli kichik 4. Amiz 16 dan katta bo'lishi kerak. Demak, 4 javob bizni qanoatlantirmaydi. A minus 64. Demak, A minus 64 ni 0 ga tenglasak, A minus 64 teng 0. Amiz bizda 64 kelib chiqadi. Demak, bu qaysi gazga to'g'ri keladi? Oltin gugurt peroksid. Demak, mana bu javob bizni qanoatlantiradi. Demak, to'g'ri javobimiz mana shu oltin gugurt peroksid kelib chiqar ekan.